Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Bugun biz sizlarga eng kam xarajat bilan passiv biznesni yo'lga qo'yish haqida gaplashib o'tamiz. Ya'ni eng kamida qancha summa bilan, ya'ni nima apparaturalar olib bu biznesni boshlasa bo'ladi. Shu haqida gaplashib o'tamiz. Demak, biz videoni boshladik. Bizga birinchi o'rinda kerak bo'ladigan narsa albatta fruiternica. Fruiternicani biz ko'pincha ikkitaligini maslahat beramiz. Xohlasangiz mana bu turi bor. Kimdir menga faqat bittalik yetadi deydi. Bu eng effektivni arzonroqqa tushadi. Ya'ni 6 litrli o'zini ko'rib turganlaringdek fruiternicasi bo'ladi va albatta izgarasi billa bo'ladi. Lekin mana o'zimiz maslahat bo'yicha, ya'ni ko'rib turganlaringiz fruiternica alohida bu 6 litrli bo'ladi. Buni ikkitaligi bor. Mana pastda turibdi. Ikkitaligi xuddi o'sha ikkitalikni masalan hozir bittaligini ko'rsatib o'tiraman. Ikkitalik tavsiya berishimiz sababi bittasida kolbasa, bittasida fri pishirsanlaring, yog'laring uzoqroq muddat sizlarga ishlab beradi. Sababi kolbasa yog'ni tez qoraytirib yuboradi. Kolbasa tushgan yog'ga fri qilish mumkin emas. Shuning uchun ikkitaligini olsalaring ishlaring chiroyli bo'ladi va mazali bo'ladi tayyorlayotgan taomlaring. Ko'rib turganlaringiz bu fruiternicamiz. Fruiternicani ikkitaligining narxi hozirgi kunda $100 bo'ladi. Men narxlarni aytib ketaman, sizlar bir hisoblab ketasizlar. Xohlasangiz bitta fruiternica olasizlar, xohlasangiz ikkitalik olasizlar. Endi bizning maslahatimiz ikkitalik olganlaring ma'qul. Ikkitaligi $100, bittaligi $60 tashkil qiladi. Ikkinchi o'rinda bizga kerak bo'lgan narsa bu albatta tosterlar bo'ladi. Tosterlarni ko'rib turganlaringiz har xil turi bor. Toster ikkitaligi, kichkinasi, kattasi, ro'brali, ro'brasiz bo'ladi. Bular Xitoyniki. Taylari, qoralari hammasi Xitoyniki bo'ladi. Bu 14ligi, bunisi 16ligi bo'ladi. Желательно 16 da olganlaring ma'qul. Bu srednisi bo'ladi. Sababi 14, 16 va 20liklari bo'ladi. Xo'p, ko'rib turganlaringda bu ro'brali varianti. Buni narxi hozirgi kunda $155 tashkil qiladi. Ikkinchi o'rinda mana shu narsani olish kerak. Birinchisi fruiternica, ikkinchisi buni olinadi. Ko'rib turganlaringda bu 14ligi ro'brali bo'ladi. Undan keyingilari ham mana 16ligi ro'brasi tekkizi bo'ladi. Ikkitaligi bor mana. Ikkitalikda splashnoy ham bor. Endi bu jicha kattalashgandan keyin olsalaring bo'ladi. Mana ko'rib turganlaringda bu hozir o'rtasi bo'liniq bo'lsa, отдельный bo'lsa, nimada o'rtasi ham ulangan splashnoy bo'ladi. Lekin tevasi ikkita bosadigan bo'ladi. Ish kattalashgandan keyin, hajm ortgandan keyin bemalol shunday o'tsalaring bo'ladi. Bu nimaga keladigan bo'lsa, tosterga keladigan bo'lsak, tosterimiz Turkiyaniki, Silverdiki va bu gazli bo'ladi. Ko'rib turganlaringiz 16lik gazli bu. Bu 16lik elektriskiy. Ko'rib turganlaringiz lavash, xuddi ko'proq lavashga ishlatishadi, xuddi uyda o'rnib. Lavashga ishlatsa bo'ladigan tosterlarimiz ham bor. Bu 20ligi bo'ladi tosterda. Ko'rib turganlaringdek. Xo'sh, kimdir Turkiya oladi, kimdir Xitoynikini oladi. Men Turkiyaning narxlarini aytib o'tib ketaman. Bunisining narxi $180, bunisining narxi $210 bo'ladi. 20ligi, ro'brali. Undan tashqari aytganimdek, birinchisi fruiternica, ikkinchisi toster, uchinchisi albatta donor apparati. Bitta donor apparati olish kerak bo'ladi. Donorda 3 taligi bor, 4 taligi bor va elektriskisi bor. Biz ko'proq maslahat beradiganimiz gazli bo'ladi. Ishda yangi boshlayotgan tadbirkorlar uchun albatta 3 taligini tavsiya beramiz. 3 taligining narxi hozirgi kunda $270 tashkil qiladi. Bu ham Turkiya mahsuloti bo'lib, uzoq yillar davomida sizlarga xizmat ko'rsatadi. Shu 3 ta narsa bilan bemalol ish boshlasa bo'ladi. Agar ozgina mablag'larni ortib qolsa, qo'shimchasiga mana bunaqangi izgara olsalaring bo'ladi. Bu izgara Xitoyniki, kichkinaroq bo'ladi. Bu Turkiyaniki. Xitoynikning ham kattalari bor. Mana orqamda gazligi ham bor. Ikkitalik kattasi ham bor, ro'brali, tekkizli, ya'ni 2 va 1ligi ham bor. Bu nimaniki? Turkiyaniki. Ko'rib turganlaringiz Silver brendiga tegishli bo'lgan izgaramiz bo'ladi. Kimga qaysi biri turidan kerak bo'lsa, bemalol zakaz bersa ham bo'laveradi. Endi ko'proq o'sha holatda bo'ladi. Mana u narxni bir aytib o'tib ketay. Bu kichkina tosterimiz yangi ish boshlayotganlar uchun maslahat beramiz. Narxiga keladigan bo'lsak, buni narxi hozirgi kunda $150. Endi haligi aytganimda, agar toster bilan fruiternicani oladigan bo'lsalaring, bunisini olsalaring sizlarga ancha ekonom bo'ladi. Buni narxi hozirgi kunda $190. Ham toster, ham fruiternicasi ichida bo'ladi. 2 va 1. Pastda aloqaga nomerlar qoldiraman. Kimga shunaqa
biznes ideyalar yoki maslahatlar yoki mana shu оборудование haqida qandaydir ma'lumot, informatsiya kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqsalaring bo'ladi. Ha, aytgancha qo'shimchasiga bunaqangi samovarlar olsalaring ham bo'ladi. Bu samovarlar endi katta pромышленный, katta restoranlarga kichkinasidan o'tirsalaring ham bo'ladi boshlanishda. 30 litrli, 60 litrliklari bo'ladi. Yangi boshlayotgan tadbirkorlar uchun yaxshi yechim deb bilaman. Endi hozirgi kunda yozda ishlamaydi-yu, asosan qish kunida kofega, choyga ko'pchilik oladi. Hozir kuzatib boringlar, biz sizlarga bundan qiziqroq va yana ham serdaromadli bizneslar haqida ma'lumot berishda davom etamiz.